Demak, dastlabki texnikamiz chakmon avtomashinamiz sotlada 2020-yil ishlab chiqarilgan. Probegi esa 20 ming kilometr. 25 tonnagacha yuk oladi. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, hech qanday xarajati yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Narxi 41 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval chakmon sotlada 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda. Shinalar ham yangi holatda deyishyapti. Rama, kuzov, motor, korobka, zadniy moslar ham yaxshi. Ishga tayyor holatda. Manzil Toshkent viloyati. Narxi 25 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa zil sotlada 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma joy soz holatda. Hujjatlarda muammo yo'q. Gaz ballonlarining surugi ham bor. Bitta aybi bor, ramada suvarga tekkan joyi bor. 5 yil bo'ldi, 5 yildan beri muammo bo'lgan yo'q deyishyapti. Ballonlar ham yaxshi holatda. Narxi 10 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel Guch sotlada 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ballonlar ham yangi, motor moy yemaydi, zil korobka qo'yilgan. Hech qanday kamchilik yo'q, kabinalar ham yaxshi, ishga tayyor holatda. Narxi 40 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir zil sotlada 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Xarajat yo'q, motor Ural motordan, 7 ta gaz ballonlari bor. Ishga tayyor holatda, hech qanday kamchiligi yo'q. Narxi 20 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Gazel Guch sotlada 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, motor korobkalar ham yaxshi. 6 ta gaz ballonlari bor. Narxi 60 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Yevrokamaz sotlada 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg 2 krug deyishyapti. Xarajati yo'q, kraskalari top-toza, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holati deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Buxoro viloyati. Narxi esa 23 ming dollar aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar yana bir Yevrokamaz sotlada 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, motor korobkalari yaxshi, zadniy moslar ham yaxshi, hech qanday muammosi yo'q deyishmoqda. Manzil Samarqand viloyati. Narxi esa 23 ming dollar aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar Isuzu sotlada. Holati yaxshi, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hujjatida evakuator deb yozilgan deyishyapti. Motor korobkalari ham yaxshi, ishga tayyor holatda, xarajati yo'q. Real oluvchilar uchun narxini albatta kamaytirib beramiz deyishyapti. Narxi 27 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa akalar yana bir Isuzu avtomashinamiz sotladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg 154 ming kilometr deyishyapti. Ishga tayyor holatda, hech qanday muammosi yo'q, holati zo'r holatda deyishyapti. Narxi 36 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishmoqda. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz sotlada. Ishlab chiqarilgan yili 2023 ga 2024, 10 tonnagacha yuk oladi. Probeg esa 42 ming kilometr. Faqat g'isht tashilgan deyishyapti. Holati ham yangidek. Narxi 64 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi texnikamiz esa Yevrokamaz 2 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishga tayyor holatda, motor korobkalari ham yaxshi. Olasiz, faqat minasiz, hech qanday xarajat qilmaysiz deyishyapti. Manzil Qashqadaryo viloyati. Narxi esa 27 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Gazel sotlada 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg 167 ming kilometr. Motor korobka hali ochilmagan, motor moy yemaydi. Zadniy mos korobka ramalarga 100% kafolat beramiz. Hamma joy zavodskiy holatda. Narxi 12 ming 600 dollar kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati.
Navbatda yana bir Gazel sotildi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, rama va risollari uzilit qilingan, motor moy yemaydi, ishga tayyor holatda, hech qanday muammosi yo'q. Narxi 100 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib texnika egalaridan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda yana bir Gazel sotildi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, balonlar ham yangi, ishga tayyor, kraskalari radnoy holatda, hech qanday muammosi yo'q, dokumentida ham muammo yo'q. Olasiz, faqat ishlatasiz, hech qanday xarajat qilmaysiz deyishyapti. Narxi 180 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Bizni esa bugungi dasturimizning texnikalar shulardan iborat edi. Agar ushbu roligimiz sizlar uchun foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, albatta qilayotgan mehnatimizni videoga like tugmasini bosish orqali baholab ketishni unutmang. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.